5-may sanasiga YouTube platformasida kuzatib borayotgan obunachilar 90 gektarlik Vanderkot ashi eng ertaki o'riga yetib keldi. Olib keling yaqindan ko'rsatib qo'ying, pishdi yetilib. $5 sotilayotgan xuddi shu o'rik bo'ladi. Hurmatli obunachilar, qaranglar, rang olib, ertaga uzilish jarayonini ham xudo xolasa inshaalloh borishga harakat qilamiz. Mana. Holatini qaranglar. Eng ertaki o'rik hisoblanadi. Yil ob-havomiz yil issiqroqmi, yil ertaroq. O'tgan yil 10-may sanasida uzilgandi bu. Ertaki o'rik. Hurmatli obunachilar, mana qaranglar mana. List qaranglar. Keling yaqindan ko'rsatib boravering. Eng afzalli tomoni Kapirnida bo'lgan. Rosa dasht, cho'l zonasida bo'lgan bog'imiz. Ana, suv haydayapti, mevalarga yetib boryapti-da obunachilar. Shunda mevalarimizni ko'rsatib boravering. Mana. Hammasiga hosili bor, obunachilar. Mana. Bu bittasini olib nima qilaylik? Mana. Pishdi obunachilar. Mana. O'ta ham mazali, shakar miqdori o'ta yuqori bu o'rigimizda obunachilar. Garantiyali ko'chatlarini o'zimiz ko'paytirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib, hozirdan zakaz qilib ko'rasizlar. Ashi 91 660 71 78 aloqada qaranglar. Bittadan laklab bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Biz sizlar uchun mehnatdamiz. Keling yaqindan ko'rsatib boravering. Mana qaranglar, obunachilar. Yirikligi qanaqa bo'ladi deganlarga, yirikligi o'ta yirik bo'ladi. Mana. Tuxum desa ham bo'laveradi. Obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda doimiy ravishda kuzatib boringlar. Eng qiziq videolar va birinchilik, eng sifatli nimalar bizni kanalda bo'ladi. Asha aloqaga chiqaverasizlar, pastga raqam qo'yib qo'yamiz. Hozirdan zakaz olishni boshladik. Kaltaklardan olib, ko'chatlarni o'zimiz ko'paytirganmiz, 100%lik zakaz qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.